Satuvchi qiyin satuvchi ekan biroq. Qiyin satuvchi ekan. Alarmanni qo'lini qo'yavermaydi ekan. 200 so'm chiqar. Подписаться qilib turamiz. YouTube, TikTok подписаться. Baruz. Chetini. Nol sariq qo'chqorga oldi. 8600 ga oldi o'ta. 8200 berdi to'g'onlar. Подписаться qilishni unutmaysiz. YouTube, TikTok, O'zgon qo'y bozori, qo'chqor bozori. Qaysini bo'ldi, brat? Qaysini? Qachaq qo'si bor ekan. Qancha bo'ldi? 77 deydi. Erkak urg'achi? Urg'achi 7700 berib qo'yib turdi bunda. TikTok like bosamiz. Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Sizlar men Bazar xabar tug'anlar. Bugun 24-dekabr. O'zgon qo'y bozoridan tug'anlar. Mal bozori, жылқы bozorlar chiqdi. YouTube'dan videolarni ko'rsangizlar bo'ladi tug'anlar. Sizlar bo'lsa siz mening balo kuzatib, shu video qaragan barmoqchani bosib turingizlar tug'anlar. Hayovasdan. Kanalga qatorib qo'yamiz. Qo'y, жылқы, uy, mashina sotilsa, reklama degan nomer chiqadi. Xayrlab. Qancha bo'ldi aka? Ana kishiga berdim-ku pulni qancha? Qancha bo'ldi aka? 30 qo'shib ketdi. 12 deydi. Yo'q, 12 emas. 13 ekan tug'anlar. Balalı qo'ylardan boshlaymiz tug'anlar. Qancha so'mda o'tasiz aka? 16 dan balalı qo'ylar. Qancha tish aka? 60 qo'ylar, 16 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Qo'zlar qanchadan oladi? 7,5. 7,5 ming arzonlab turadi. Urg'achi erkak. Erkak qo'zlarni tug'anlar 7,5 ming so'mdan. Bazar xabar aka, подписаться bo'lib turamiz. Qo'chqor kimdan aka sizdan? Qancha so'm aka? 35. Gisari o'xshaydi toza, ha? Gisari 35 ming. Jash qanday aka? 2 tish ekan, 35 ming so'm. Tug'anlar. Aka qanchaga suradi? Vaqtda berdim. 11 ming tug'anlar. Olindi va? 11 ming so'm. 7,5 ming so'm ekan tug'anlar qo'z erkak. Brat, taka qancha oldi aka? 6,5 aka, jo'qir. Qancha qildi bozor? 8 ming so'm oldi tug'anlar. Ko'taga tegib kirgizgandan bozor qachdi ekan. Qaysilarga berdingiz aka? Bunlarga 5 dan berdim. Qo'zlar, erkak urg'achi. Aralash qo'zlarni. Erkak urg'achi, qo'zlar. 5 dan berdi tug'anlar. Ha, sizga qanchadan aka? No erkak qancha so'm? Erkagini ayting. Erkak 12,5. 12,5. Urg'achisi? 11. Qancha so'radi aka bozor? Bozor nima? 9,5 so'radi. 9,5 mingga berib edingiz, ha? Ha, yaxshi ekan. Bugun eslatib o'tamiz, O'zgon tug'anlar, O'zgon qo'y bozorida 24-chi. Esh qancha oldi? 4,800. 7,800? 4,000. Ha, 4,800. Erkak ha? Ha, urg'achi chevish ekan 4,800 bo'libdi tug'anlar. Ya, bozor xabar aka. Qancha aka bu balalı qo'ylar? Qancha so'mdan o'tasiz? 15 dan. 15 ming so'mdan. Qancha qildi bozor? Hem keldingiz va tug'anlar. Like bostirozmi unda? Layda chalada tartib ketdi, sizlarga tayin. Mana tug'anlar. So'yishqa aka bular? So'yishqa. Qancha so'mdan aka bu so'yishlar? 10 mingdan. 10 ming so'mdan tug'anlar. Qo'zlar bular? 10 ming so'mdan tug'anlar. Urg'achi? Taqsir, echkilar qancha so'mdan? Qanchadan olindi aka? 15,5 mi? Eko. Urg'achi? 7,5 mingdan olinib turibdi. 15,5 ming tug'anlar. Siz men bo'lib turingizlar, qo'chqorcha kirasiz tug'anlar. Kanalga podpisatsiya qilib, like'larni bosib. Qo'zi qo'chqorlar. Ava qancha so'mdan bu qo'zi qo'chqorlar? 15 ming so'mdan ekan tug'anlar. Asliydagi-chi brat? 19 dan. 2 tisha bular, ha? Ha, qo'zi bu. Bozor qancha berdi? 18 dan berdi, ha? Ha, yaxshi. Brat, qo'chqorlar qanchadan? Qo'chqorlarni 16 mingdan o'tamiz. Dungin, ha?
15'te. Dün 15'ten berginde 16'dan ha. Qaysı para da brat bular? Araşan. Yaxşı. O nargı çoğunları hem sizden mi? Qanchadan akalar? 2 tiş. 23 mingdan. 20'dan ketayotganda qanday ha? Berib aytasiz. Yaxshi. Buna. Qancha tish bo'ldi? 6 tish o'xshaydi. 6 tish qo'shib qo'ydi. 4 tish qo'shib qo'ygan 6 tish bo'lsin qo'ydi. 6 tish qo'ydi deydi bunlar. Qancha so'm bu? 60 ming so'm. Bozor qancha beradi? So'raqda bozor. Qanchayin beradi? Qanchayin? Yaxshi. Qo'shqo'shqorlar tug'an? Qancha so'mdan? 12 jardan ekan. 12,5 13,5dan deydi. Shu so'm bersa beraman aka, mana shunchadan. Shuni savdosi bo'ldi-ku? Aka, buni 20. Qancha berdi? Shu so'm bersa beraman o'sha. 24800. Shuga-ku? Abi, qo'shqor jamoalardan topdi. 24800 berdi ekan. Onda shuga. Qancha tish brat bu? 6 tish. 24800. Bozor xabar. Ne qo'yardan deb ketganmi shunday? Qiyilish emas aka, 24,5 ming xursandchilikman. Yo, 200 so'm o'tib berdi. Do'stim, ol shu 14800 ber. 24. Aka, o'shaga beravering aka. Yaxshirab bo'ladi. Shuga to'g'anlar nomga 24800 cho'ng'ala qo'shqorlar. Bilasizlar, Qozog'istonda bunday qo'shqorlar 50-60 ming dollardan sotiladi. Bundan gisarlarga keldik. Bu gisarlar qancha so'mdan? Bular 33'te. 33 ming so'mdan kam. Qancha tish? 2 tiş 4 tiş. 2 tish 4 tish ekan. Yaxshi to'g'anlar. 27 ming. Mana shuna qancha tish? 2 tish. 27 ming bo'libdi. Sergen satsizlar? Qancha tish taqsir? Qo'zi. Qo'zi. Qancha so'mdan? 17 dan kam bor. 17 ming so'mdan kami bor. Qo'zi qo'chqorlar to'g'anlar. Bozor qancha berdi aka? 16 dan berdi. 16 ming so'mdan berdi to'g'anlar. Qo'y arzonlab ketdi, biroq-la. Nega bo'lmaydi? Satuvchi qiyin satuvchi ekan bular. Qiyin satuvchi ekan. Olarmanni qo'lini qo'yavermaydi ekan. 200 so'm chiqar. Подписаться qilib turamiz. YouTube, TikTok подписаться. Barus. Chetini. Nol sariq qo'chqorga bo'ldi. 8600 ga oldi o'ta. 8200 berdi to'g'anlar. Подписаться qilishni unutmaysiz. YouTube, TikTok. Uzgun qo'y bozori, qo'chqor bozori. 9 qoldi, yeniga 8800 so'm. Ama razı olmayın, yaxşı çöp dedin o. Ya ağzın benden kaç barı bir kasal cahiden başladılar. Bu hiç kim kozu vermeyin. Ya peşneyem böyle Подписаться qilamiz, подписаться. Oldu o rahmet o. Helal Uzgun mi? qo'y bozori. Buna bana yüzde verirdim. 200 so'm. 200 so'm çıkarım sana. Ko'rdinglar o'zganda qo'y bozori. O'ta kuchli to'g'anlar. Like'larni bosamiz. Hiç kim bunda koz vermeyin. Hiç kim bunda koz vermeydi o. Haydan. Ketdik. Haydan. 8800 qildi. 8600 berdi dedi. 88 dedim. Ha, 87 qildi. 100 so'm. Xolos. Ben de nak vermek rahmetli olalım. Gel saat bırak. Подписаться qilamiz TikTok. Hayal koydunuzdan